Musofirlikda bo'lsam ham onam uchun hali ham yosh bo'laman-da. Onam bilan telefonda gaplashib qolsam, birinchi aytadigan gaplari: "Qalinroq kiyinib oldingmi? Bosh kiyiming bormi? Qorning to'qmi bolam?" deydilar. Onajon, biz sizni parvarishlaydigan yoshga keldik. Siz esa hali ham biz uchun qayg'uryapsiz. Boringizga shukr onajon. Onajonim siqilmang o'g'lim sevgidan kuydi deb. Meni sevganim siz onajon, sog' bo'ling, qolganini tizzalataman. Onam duo qilsa, biz so'raman dambani, Alloh xonobdan bersa, unutaman hammani. Likey. Siz tushkunlikka tushsangiz, shayton quvonadi va sizni iymoningizni sindirishga harakat qiladi. Birodar, Alloh doim biz bilan. Tushkunlikka tushmang. Negadir sen xayolimga kelganingda jilmayib qo'yaman. Masalan, sen qo'ng'iroq qilganingda telefon emas, yuragim titraydi. Agar o'lsam tobutimga tikilmagan, joning qiynab jonim hech ham siqilmagan. Bag'ring Likey. Qachonki o'zingni yolg'iz seza boshlasang, qo'lingni yuragingga qo'y. Men o'sha yerda bo'laman.